uchrashuv shahar soliq rahbari bilan bo'lib o'tdi va bu yerda ko'p yoshlar o'zini muammolari va takliflarini bildirdi. Uchrashuv bo'lib o'tgan joyning o'zi bizga juda ham ma'qul keldi. Bemalol o'tirib suhbatlashdik va erkin muloqot qilishga ega bo'ldik. Hamma o'zini takliflarini bildirdi, savollarga javob oldi. Shu qatorda men ham o'zimni sport sohasi bo'yicha taklifimni aytganimda qo'llab-quvvatladilar. Taklif stol tennis musobaqasini Yangi hayot tumanida tashkil etish. Yoshlarni bo'sh vaqtini sportga jalb etish maqsadida. O'zing ham o'ynashni bilasanmi deb savol berdilar va ha degan javob berdim. To'g'risi o'zim yaxshi ko'raman. Yaxshilab shug'ullanib tayyorlaninglar. Musobaqani o'zim tashkil ettirib beraman va o'zim g'oliblarni taqdirlayman deb va'da berdilar. Tengdoshlarim suhbat davomida o'zini muammolarini va takliflarini bildirishdi. Misol uchun kontrakt, ishga joylashish masalasi, o'qishni tiklash, dori-darmon masalalari bo'yicha ko'plab murojaatlar bo'ldi va boshqarma boshlig'i shu yerning o'zida ijobiy yechim topib berdi. Vaqtim zoya ketmadi bunga uchrashuvdan. Xursandman.